Motorist sifatida aytaman, 12 trekkerlarning motori sizlar o'ylaganchalik muammo emas. Ko'pchilik aytishi mumkin, "Voy, remenni almashtirish kerak ekan, boshqa qilish kerak ekan." Oddiy misol, siz Nexia haydagan bo'lsangiz yoki undan oldin Lacetti yoki Damas, Matiz haydaydigan bo'lsangiz, ularda ham zubchatka remen bo'lgan. Har 40 ming, 50 ming probegda zubchati remen almashtirilgan. Bularda ham xuddi shunday. Har 60 ming, 70 ming probegda bu remen moyda ichida turadi. Bu remenni almashtirish kerak. Bo'ldi. Buni ham hamma zapchast detallar qatori buni ham o'zini probegi bor. Ha, bu remen hech qachon bir 500 ming probeg yoki 300 ming probeg yurmaydi. Har 60 ming, 70 mingda remenni almashtiring, bo'ldi, muammo yo'q. Agar remenni o'z vaqtida almashtirmaydigan bo'lsangiz, qarang. Motorni ichiga remenni maydalangan uvoqlari uvolanib, mana shunaqangi holat bo'lishi mumkin, mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bularning hammasi remenni uvolangan maydalari hisoblanadi. Ko'pchilik bizlarni obuna bo'lmasdan kuzatar ekan, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni doimiy holatda taqdim qilib boramiz. Hammamizning kasb-korimizga baraka bersin, oilamizdan tinchlik arimasin.